Sankt Peterburgda mana qahramon bo'lgan, o'zi hamma joyga taniqli bo'lib, televizorlarga chiqib ketdi, yangiliklarga chiqib ketdi. O'zbekistonda jasorat medalini oldi. Mana Assalomu alaykum butun O'zbekiston ahli. bu odamni endi uncha tanimayapsizlar endi. Mana Cho'lpon kafesida bir piyola choy ustida suhbatlashyapmiz Murat bilan. O'z sog'lig'ini o'sha yerga martlarcha o'sha 7-etajdanmi 4-etajdan tushib ketgan bolachani saqlab qoldi 7-etajdan. Mana o'z sog'lig'ini qilib, mana endi ertaga Xudo xohlasa butun sog'liqlarni bir ko'ramiz. Hozir ko'krak qafaslarida og'riq bor, qo'lda og'riq bor. Ertaga albatta klinikaga olib boramiz. O'z sog'liqlarini to'g'risida tekshirtirib, keyin sekin endi O'zbekistonga Nasib. siz endi O'zbekiston sizni kuzatyapti. Bu giroylik butun O'zbekiston xalqi, Tojikiston, nafaqat Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston butun Osiyo davlatini giroylik tabrik mag'lubiyat tabrik. Iskandar Chempion somsalardan olayin dedi. chempion savdolar. Молодец. Bor ekan. Молодец. Hammaga rahmat.